Hello bular, sizlar bilan men yana bugungi videomda bugungi videomda biz hamma jitirlar ketgan va men ko'rganlaringdayni kreativdaman. Bugungi videomda men shu qishloqda Almazniy va Izmrudniy oddiy qishloq emas, 13-milliarder qishloq deb nom qo'yamiz. Undan bugun biz bularni Almazniy qilamiz. Jitirlar уже ketgan bayramonga, ya'ni bizda iltimos qoldirdi shu milliarderskiy qilolasam deb, shu qishlog'imizda milliarder. Endi buni oyoq ya'ni hamma bir temirni bulujlarni yo'q, mana bulujniklarni Almazniy qilib chiqamiz. Unda ketdi. Videomdan boshlashimdan oldin boshlab bo'ldimki bolalar, nima videom boshlashimdan oldin debman. Video boshlashimdan oldin yana javobman shunday. Video boshlanishidan oldin like va obuna bosib qo'yinglar. Chunki meni kam odam like bosib ko'ryapti, obuna bo'lib ko'ryapti. Shuning uchun ham like bosinglar deyman-da. Yaxshi video ko'p vaqt talab qiladi. Unutmanglar shuni. Bet buni videomiz yoqayotgan bo'lsa, qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar deb umid qilaman. Menimcha bu video 1-2 soatlik bo'lsa kerak. Menimcha, balkim bilmadim. Men bu uyni o'zi korobka holatdan chiqardim. Bu oddiy ishi edi. Ya'ni men bittagina o'zimni uyimni Almazniy qilaman. Sizlar o'ylaysizlar butun qishloqni. Yo'q, butun qishloqni qilish uchun 8-9 soatlab vaqt ketadi bolalar. U katta ketavermaydilar unda deb menga. Uni qilish uchun bilasizlarmi, sizlar bilan men umrimni yeyman-ku bolalar. Tushunayapsizlarku? Shu plus pastdagi plus tugmachani bosib qo'yinglar. Plus tugmachani, iltimos plus tugmachani bosib qo'yinglar. Bo'lmasa men kam video chiqara olmayman. Chunki sizlar obuna bo'lasizlar. Deyishim shartmi? Demashimdan oldin iltimos like va podpiska bosib qo'yinglar. Bo'lmasam meni qiynaltirib qo'yasizlar. Yo'q, bir ekan-ku bu. Yangi kelgan obunachilarim bo'lsa, kommentga plus belgisini qoldiringlar. Yangi kelgan, eskilar bo'lsa charchamaydi. Chunki sizlar videomni zo'r chiqishini bilasizlar. Agar video yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Shu bir tezroq tugatsamiz. Bir 2 minut vaqt ketgan bo'lsa kerak, amalar. Men sizlardan vaqtni ayamayman. Menga ishim kutadi. Prosta men videolar chiqaraman, sizlar like bosmaysizlar. Sabunlarda plus oq tugmachani bosib qo'yinglar. Hoziroq videoni to'xtatib, vaqt ketmaydi. Plus tugmachani bosib qo'ying. Plus bu oddiygina tugmacha emas. Bu tugmachani bossalar, obuna deb podpiska degan tugmachalarni bossalaring sizlar, ya'ni men xursand bo'larim. Chunki plus tugmachani bosib qo'yinglar. Videom yoqayotgan bo'lsa yaxshi. Mana bular o'zlaring haqida gapiringlar. Nima qilasizlar? Ishlaysizlarmi, yo'qmi? Aytinglarchi.
tezroq obuna bo'linglar. Iltimos, bo'lmasam bo'lmaydi. Obuna bo'linglar, tekno bolalar. Plus oq tugmachani bosib qo'yinglar. Bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Agar 30 shu videoni mingta yo'q. Agar shu video narx 500 ta like bo'lsa, men bu videoni ikkinchi qismini shaxsan man etilmasdan emas xo'p bo'ladi deb shu ikkinchi qismini chiqaraman. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa, yaxshi. Tezroq shu men ko'p obunani so'rayar ekanda bu aka desalaring, albatta so'rayman-da bo'lar. Men tezroq shu YouTube kanalkasini olmoqchiman. O'zi yangi keldingizku aka desalaring, yo'q, men avvaldan bor edim. Faqat sizlar meni ko'rmabdilar. Men kanalimni ochgan paytda meni bitta kishi meni qo'llab-quvvatlagan. Agar shu videomni o'sha odam ko'rayotgan bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Aka. Ya'ni men bularni bundan qo'llamayman. Yo'q bilsa. Bola videoni to'xtatib turaman. Flits momentlardan qilib qo'yaman. Ammo videomiz cho'zilib ketadi. Shunchalik flits momentlardan qilib qolaman. Yo, mana yana uyimni ham qurib qo'ydim. Mana bolalar milliarder bo'laman dedim mana. Uyimni yakunladim. Mana ko'zlaringku meni sandig'imni ochsam xayrli. Ben boy bo'laman dedimmi, boy bo'ldim mana. Men eshitganimni ham zo'r qildim. Mana bolalar. Mana mana tepalarni ham olmaslik qildim. Ko'rasizlar bolalar. Bu uy zo'r chiqqan bo'lsa va like va obuna bosasizlar. Videoyim yoqqan bo'lsa like va podpiska bosinglar. Agar bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasalaring, unga like va obuna bo'linglar. Deyishim. Nega videoni Flits momentlardan qilib qo'ydingizlar? Chunki video cho'zilib ketadi. Unda video yoqqan bo'lsa, obuna bosinglar. Unda hammaga xayr bo'lar.